Bilasizlar, TV kanalida sotib turamiz. Bu imzo kompaniyasi sifatli ekstern romlarni o'rnatishga oilamiz. Bu yerda 6 seriya ham termolsiz profillar ishlangan. Bu yerda montaj jarayonini ham qisqacha videoda harakat qilaman. Mana romlarimiz o'rnayapti. Kattaroq kadrda ko'rib olamiz. Shuna holda lazerga hammasi nolga va zazorlarni mana qisqaroq olganmiz. Ko'rishlar mumkin, bir tomon kichik, bir tomon katta. Sabab qumsuvoq holatda. Bu tomonda xuddi shunaqa qilib nolga o'rnatib qo'yganmiz. Bittasi chapga, bittasi o'ngga ochilish bo'lgan. Hozir qo'lni o'rnab bo'lgandan keyin chiroyli obzor qilamiz. Hozir o'rnatishlari ikkita chekkasiga fena va chekkalari ankellar qotirilgan. Ankellar foydasi, ya'ni rom mustahkam turishligi uchun. Pastki profil qo'yilgan. Pastki profil qo'yilsa, bunda kerak katta zazor, chunki bu nolga otildi. Qumsuvoq holatida bir tomon sal pastroq ekan, biz nolini qilib ketdik. Xudo xolisa chiroyli chiqishi uchun bu tomonda ham romlarimiz o'rnayapti. Ko'tarilgan holatda. Ishlarimiz termo 65, mana bunda ham plankalar va akkuratni qotirilgan. Bo'lishi mumkin. Nima uchun eshikda 3 ta? Sababi eshik doim ochilish yopilganda qimirlamasligi uchun. Tashqari tomon va bu yon tomonlarimiz o'rnatib bo'ldik. Bu yerda jami bu tomonda 2 ta rom, ichkarida yana bitta va tashqarida jami 5 ta rom bo'ldi. Hozir xona ichidan va profillarni o'zidan ko'ramiz. Ko'rib turgan eshigimiz termo 65 eshigi, 6,5 sm, 3 kameralik, orasi parametr qoplamasi bor. 260, 270 dollar atrofida, 250 har xil chiqadi kvadratlik. Asosiy razmeriga qarab. Suplen kompaniyasi ruchka mexanizmi, petlar 3 tadan qo'yilgan bir qanotlik. Bu yerda mahkamlagichlar bo'lgan. Xo'p, yopilish, ochilishlari. Tiniq holatda ochilish yopilishi. Hop, bitta eshigimiz o'rtacha 450-500 dollardan balandroq chiqadi termolar, sabab energiya oynalar bilan. Energiya oyna qaranglar, tashqari ko'ryapsizlar, xonachidan ko'rmaysizlar. Hamda bu yerda 6000 trio romlar. Qanaqa chiroyli razmerlari. Bo'yi 1.8,5, eni ham 1.8,5, 1.8,5. Ikkita chekka golxoy, o'rta ochilish, roto mexanizmi ishlatilgan ruchka qo'yilgan. Mexanizm esa Fornax Tureskiy bo'lgan. Mana ko'rish mumkin, juda ham chiroyli holatda. Divayno mexanizmlari ham bor. 1 kvadrat metrda 110-120 dollar atrofida chiqadi. Energiya oyna patekoniklari bilan plus minus bu tomondan xuddi shunaqa yonga ochiladi. 6 metr yomani va divayno mexanizm. Divayno mexanizmi har bitta xonaga ishlatilgan, juda ham chiroyli holatda ko'rishingiz mumkin. Fason dizayn ranglari ham chiroyli. Va bu tomonda yotoqxona romiga e'tibor qilamiz. Bu ham 3 ga bo'lib o'ng tomon bilan ochilish bo'ladi, ya'ni o'ng qo'l bilan o'zimiz ochamiz. Ochilishini ko'rish mumkin. Bu tomon keladi. Parda ham xalaqit qilmaydi. 6 metrda liniyalari bor, 3 kameralik, 2,8 mm devor kamerasi hamda добавочный mexanizmni o'zini zatsepladi. Ochib qo'ysak, havo juda ham zo'r aylanadi. Eng qizig'i, xonaga yorug'lik zo'r kiradi. Energiya oynani multifunksiyalligi ham xuddi shundan. Yopilishlar mana ko'rdinglar, bu tomondagi 3 ta rom, eshigimiz xona ichkarisiga ochilish hamda bu yopilishi. O'ta chiroyli holatda. Spalni tashqari ko'rinishi ham mana ko'rishingiz mumkin va bu tomonda eshigimiz termo 65. Bu ichkariga ochilish, aniq ko'rdinglar va tashqariga ochilish. Mana shu yerda tashqariga ochilish qaranglar, qanaqa katta turibdi va ichkariga ochilish ko'ramiz. Ko'pchilik nima farqi bor deyman, ichkariga ochilish kichkina, chunki xona ichiga ochiladi. Buni ichkari tomon qalin bo'ladi. Shu o'rinda kelamiz. Eshigimiz ham bu ham energiya oyna. Ochamiz, ochilganda bu tomon keladi eshigimiz mana. Juda ham zo'r kirish va tashqari tomonda 2 ta rom. Bittasi chap tomonga, bittasi o'ng tomonga. Buni ham ochilishlari, padekoniklarimiz. Bu yer hozir o'rnadi. Ochilishlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli holatda. Bekilishi, bunda ham divayno mexanizm bor va bunda ham divayno mexanizm bor. Juda ham ideal holatda va yonga ochilish. Qaranglar, rom qanaqa tekis va idealni o'rnagan. Xudo xolisa mijozingiz yaxshi kunlarga buyursin. Yopilishlar, telefon raqam qo'yib qo'yganmiz. Sizlar ham uylarning eshik romlarini almashtirmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilib chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishni davom etinglar.